tizim shunaqa ishlashi kerakki, kimdir emas, ya'ni hamma o'zini o'zi nazorat qilishi kerak. Juda ko'p ishlab chiqarish yoki shu uslugaga beriladigan sexlarda muammo bu. Trend bo'lgan kuxnamiz bor. Millionlab qurilgan bu. Bizda ko'p anaqaga tanilishimiz sabab bo'ldi mana shu narsa. Mana biz ko'pchilik qiziqadigan narsa bizdagi tizim. Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz bugun Namangandagi Savlat Mebel yetib keldik. Bu yerda qanday stanoklar bor va qanday mebelda ishlab chiqariladi va qanday ishlar bilan shug'ullanishadi, shu haqida batafsil tanishib chiqamiz. Do'stlar, mana bu Savlat Mebel asoschisi Oybek akamiz bo'ladi. Bugun shu Oybek akamiz bilan mana shu mebel sex qanday ochilgan va qanday muammolar yoki bo'lmasam qanday ishlab chiqarish turlari bor, shular haqida batafsil gaplashamiz. Oybek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sog'lik, yaxshimi aka? Tanishgandan xursandman. Hurmatli vaqtingizni ayirmaganingizdan xursandmiz. Rahmat. Aka, sizga endi asosiy savol yo'tadigan bo'lsak, mana sexingiz Namangandagi eng katta mebel ishlab chiqarishlardan biri bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Biz bilishimiz bo'yicha, sizda aka qanaqa uslugalar bor va qanday xizmatlar bor? Shu biz asosan ikki xil yo'nalishda ishlaymiz. Uch xillasi ham bo'ladi. Birinchisi mebel ustalar uchun o'sha mebel xom ashyolarni sotamiz va xizmat ko'rsatamiz. O'sha kesish, kromkalash, bayz xizmati, buni hamma biladi. Kromkalash, o'sha hamda burg'lash, ya'ni tish xizmatlari hammasi bor. 500 kvadrat showroomimiz bor. Shuni asosan bu birinchi etajda joylashgan. Ikkinchi, uchinchi etajlarimizda tayyor mahsulotni sotamiz, ya'ni tayyor mebellar, yotoqxona mebellari, yumshoq mebellar. Bir qismini ishlab chiqarishimiz ham bor. Alohida u ishlab chiqarishimiz asosan bolalar mebeliga ixtisoslashgan. Hozir bu yerda ko'radigan asosan o'sha mebelchilarga xizmat ko'rsatish hamda tayyor mebel yo'nalishi. Ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa bir qarab chiqamiz. Xush kelibsizlar. Demak, bu tarafda biz mijozlarni kutib olamiz. Bu yerda furniturlar ham ikkiga bo'lingan. Bu tarafda o'sha premium klassdagi Turkiya furnituralari hamda u tomonda nisbatan hamyonbop bo'lgan Xitoy furnituralari ham mavjud. Bu yoqda mana operatorlarimiz o'tirishadi. Kelgan zakozni qabul qilishadi, ya'ni. Bayz xizmatmi yoki bayz xizmat alohida. Bu yerda asosan mahsulotlarga nakladni yozishadi. Mahsulot bor yo'qligini ko'rishadi. Bu yoqda mebel fasadlarimiz. Bu yoqda o'sha mijozlar uchun ajratilgan zonalar, mijozlar bilan kirib, mahsulotlarni ko'rib, qo'shim qilishadi. Rang tanlagani qulay, a? Shunaqa. Bu yoqda endi o'sha mahsulotlarimiz assortiment juda ham katta. Asosiy mana Egger, Kranashpan bularni biz Namangandagi diler hisoblanamiz. Bu yoqda mana trend bo'lgan kuxnamiz bor. Millionlab qurilgan bu. To'g'ri. Agar bizda ko'p anaqaga tanilishimiz sabab bo'ldi mana shu narsa. Oddiy mexanizmlar. Lekin qanaqadir bir ko'pchilikka ma'qul bo'ldi mana shu narsa. Bu oshxona mebeli o'zi joyida tor bo'lgan joylarda qo'l kelar ekan. Shunaqa. Bunda bir nechta yechimlar ko'rsatib o'tganmiz bunda, masalan. Bunaqa varianti bor. Keyin mana bu boshqacha variantlari bor. Balki bu ham ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Hozir albatta. Uylar kichrayib, oshxonalar keng bo'lganda, ayollarga qancha katta oshxona bo'lsa ham yetishmaydi-da. Shunaqa. Ko'pchilik balkonga chiqaradi oshxonasini. Manaqa yechimlari bor buni. Har xil yechimlarni qilib qo'yganmiz. Bu yerga kelib, o'sha mijozda ko'rib, xohlagan tanlab, bizda ham zakaz buyurtma berish mumkin yoki o'sha mebelchilarga ham buyurtma berish mumkin. Albatta. Bu tarafda ham endi mana akrillar bor. Akrillar assortimenti har xil. Akrillar bor ekan, parchov. Bu tarafda anaqalarimiz bor. Bular hammasi anaqa qilib qo'yibdi-ku. Mana operatorlarimiz qayda? Hormon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qanday? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sanjarbek yo'q? Kelmadimi bu? Bu yoqda mana operatorlarimiz. Bu yerda bayz xizmat degani? Bu yoqda bayz xizmatini. Yosh shogird bolalarni ham anaqa qilganmiz. Shu bular ancha qurikib qoldi. Inshaalloh. Bu ikki qismga bo'linadi. Bu tarafda ham bor. Mirjalol ko'rsating. Sizlarda bayz operatorlar nechta? Bizda hozir bayz operatorlar 5 ta. 5 ta. Sizlarda chizish xizmati kvadratigami? Kvadratiga. Ya'ni ketgan mahsulotni kvadrati hisoblanadi.
Kvadrat soatni. 15 ming so'mdan boshlanyapti, 15 ming so'mdan boshlanyapti. Endi u murakkablikka qarab o'zgarishi mumkin. Ha, ketgan vaqtiga qarab yoki ishni murakkabligiga qarab berasiz. Ishi murakkabligiga qarab, masalan endi har xil holat bo'ladi-ku, o'zingiz yaxshi tushunasiz. To'g'ri. Shundan boshlanadi. O'ziga yarasha ishi murakkabligi bor, ketgan vaqtiga qarab narxi o'zgarishi mumkin. Chizma kvadrat oz bo'lishi mumkin, ko'proq vaqt ketishi mumkin. Shunaqa ishlar ham bo'lib qoladi ba'zida. Shunaqa biz Namanganda birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yganmiz tish xizmatini. Ya'ni ishlab chiqarishda bo'lgan, lekin u aynan uslugada Namanganda birinchi yo'lga qo'yganmiz. Bazis bilan tish xizmatini. Tushunarli. Hop, bundan tashqari, mana siz ishxonangizda qancha xodim ishlaydi? Hozir 50 ga yaqin xodim ishlaydi bizda. Shofyorlar Xodim. hisobidan 50 tadan 50 ga yaqin xodim ishlaydi. Juda yaxshi. Demak, sizlarda kesib, kromkani qilib berasizlar va undan tashqari tayyor mebellarni sotasizlar. Tan sotamiz, ular ikkinchi etajda. Ikkinchi etajda. Endi mana biz ko'pchilik qiziqadigan narsa bizdagi tizim. Bizda hamma sexlarda ham ko'rsatamiz. O'sha bor, kimni qancha o'chirdi bor, qaysi stanok qanaqa ish qilibdi, har bittasini o'sha ko'rsatib turadi. Qaysi zakazi bor. Undan tashqari o'sha anaqaga ham mijozlarimizga ham avtomatik ravishda, masalan, aridan chiqqan mahalda botdan xabar boradi. Ha. Sizni shu raqamli zakazingiz kesib bo'lindi. Kesib bo'lindi. Ha. Shu raqamli zakazingiz kromka qilib bo'lindi. Shu zakazli raqamingiz masalan tishuvdan chiqdi, Ha. olib ketishingiz mumkin degan avtomatik anaqa SMS bo'ladi, SMS boradi. Botdan, Telegramdan. Ha, bu demak mijozlarga juda ham qulay. Ha, mijozlar qulay, ya'ni nima bo'ldi, qayda so'rab o'tirmaydi-da. Bizda ham o'sha asosiy muammo yagona, boya siz aytgandan keyin yagona anaqa tizim yo'q edi oldin. Yagona ro'yxatga olish tizimi. Qaysi stanogimiz zagruzkasi qancha bor? Masalan, har bir stanogning o'zin anaqasi bor-ku, baribir cheklangan narsasi bor. Shunga qarab mijozlarga ham aniqroq vaqt aytilsa, endi misol uchun hozir mana kelsa, zagruzkani qaraymiz stanogni. Ha, demak, mana stanoda 1 kunlik ish bor, mana stanoda 2 kunlik ish bor. Mana stanoda 3 kunlik ish bor. Shunga qarab turib ishini oldindan aniqroq ayta olamiz. Ha, qancha vaqtda bitishini ayta olamiz. Qancha vaqtda bitishini oldindan ayta olamiz. Oldin bizda nima muammo bo'lardi? Bitta operator keladi, zakaz olib qo'yadi. Undan boshqa operator xabari yo'q. U keyin shunda kelishmovchilik kelib chiqadi. Masalan, asli 2 kunlik ish bor, ular 5 kunga va'da qilibdi ishni. To'g'ri. Ba'zi teskarisi bo'ladi. Asli 5 kunlik ish bor, ular 2 kunga va'da qilibdi. Hozir unaqa muammo yo'q. Chunki qarab turibdi, masalan, kim yozib, masalan, bugun kechki payt ishga yozib ketdi. Ertasiga ishga kelmay qoldi u klient. Qaydir qolib ketib qolmaydi ish. Chunki yagona reyestrga kiritib qo'yilgan o'zi. Albatta. O'chirtlar avtomatik. Ha, demak, bundan oldin bu kelgan, bundan oldin bu kelgan. Deb turib ishdan anaqasi bor, registratsiya. Demak, tanish bilishlik ham bo'lmaydi bu yerda. Tanish bilishlik ham bo'lmaydi. Endi balki bo'lgandir, bilmayman, lekin maksimal harakat qilyapmiz shunaqa bo'lishga. Shunaqa. Hozir siz aytayotgan narsa juda ko'p ishlab chiqarish yoki shu uslugaga beriladigan sexlarda muammo bu. Shunaqa, biz endi shu muammoni yechim qilar deb chet ellarni ko'rib keldik, Yaponiyalarni ko'rib keldik. Chet ellarda hammada shunaqa tizim bor ekan. Ha. Ya'ni har bitta odam nima qilish kerakligini oldindan bilish kerak. Hatto gruzchilargacha biz oldindan qilib qo'yganmiz. Masalan, bu oldin nima bo'lardi? O'sha qog'ozda qolib ketib qolardi-da. Biz mana nakladni yozganimizdan keyin uni qog'oz olib chiqib bermasak ham, ular o'zi biladi nima ish qilish kerakligini. Demak, men zakaz tushdi. Bunga mana birinchi stanoni oldiga, misol uchun, mana araq olib borishim kerak, ikkinchi stanoni eggar olib borishim kerak deb turib, ularda ham anaqa bor-da, kompyuter qilib qo'yganmiz. Ularga ham o'zi anaqa ko'rinib turadi. Navbati ishi tayin. Navbati ishi tayin. Tushunarli. Demak, Oybek aka, bular siz rover stanoklaringiz ekan-a? Ha, bu rover stanoli. Ha. Bu stanoklar sizga qanchaga tushgan? Bu ikkalasi taxminan bizga bir 15 ming dollarga tushgan. Buni ozgina ishlagandan olganmiz. Asli bu qimmat stanok. Aha. Buni ham ozgina ishlagandan olgandik o'sha mahalda. Shuni hisobiga arzonroq tushgan. Asli 20 buni yangisini olaman desangiz bir 25 ming dollar atrofida bo'ladi ikkita stanok. Biz buni 15 ming atrofida ozgina ishlagandan olgandik. Taxminan necha yildan beri ishlatyapsiz? Hop, bulusiga demak 3 yil bo'ldi. Bulusiga 1 yil bo'ldi. Ha. Boshqa mebelchilarga ham tavsiya qilasiz bu stanokni olishni? Albatta, bu rover stanosiz men o'zi 2010-yildan boshlab roverda o'zim ham ishlaganman. Ha. Har bitta stanokda o'zim ishlay olaman, operator bo'lib ham ishlay olaman. Bu ham muhim. Albatta. Men o'zim 2010-yildan beri stanok qilaman Xitoydan. Rover stanodan boshlaganman o'zi. Rover stanoni bu mebelchilarni yuragi desa ham bo'ladi. To'g'ri. Hozirgi vaqtda bu anaqadan ham muhimda bu. Ayniqsa individual ish qiladiganlarga bunda masalan bunda kesish ham mumkin. Ko'pchilik kesish ham shu nestinglarda amalga oshiradi. Avariyani bo'lgan. To'g'ri, shunaqa.
Bu yerda endi omborlarimiz buni yaqinda qurdik buni. Ha. Bu yerda necha xil turdagi material bor? 100 xildan oshiq menimcha. Laminatlar, MDFlar, asosan Laminat, yoki laminat. MDF, akril, Hmm. hammasi bor. Mana bu yerda akril yo'q-ku, akril narigi tarafda. Bu yerda asosan karnashpan bilan, ultra dekor bilan eggar ekan, ha? Shunaqa, ultra Shu dekor bo'yicha. bor. Endi asosan talab shunga bo'lyapti hozir. Ha, albatta. Ularda sifati nisbatan yaxshiroq, ha? Ayni egger, masalan, Yevropa talablariga javob beradi. Ekologik toza. Ekologik toza. Hozir odamlar ancha qaraydigan bo'ldi bu narsaga ham. Shunaqa, O'sha bir sertifikatlari bor. Hmm. Shu hisobiga tushungan odam olyapti buni ham. To'g'ri. Endi narxi ozgina nisbatan qimmat, lekin haqiqatda siz aytgandek, Narxi endi endi inson bo'lsa oladi. shunaqa. Odamlarning iqtisodiy ahvoli yaxshilangan sari sifatli mahsulotga talab qo'shib borgan sari. Shunaqa. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana boya aytganimizdek, mana sexlarga ham monitor qo'yganmiz. Bunda ham, ya'ni ofisda yozgan narsa sразу bu yerda ham ko'rinadi. Aha. To kelib kimdir aytmaguncha ham avtomatik ravishda hamma olingan zakazdan, qaysi ish bo'ldi, qaysi ishda muammo bo'lgandan hamma xabardor bo'lib turadi. Ya'ni bu yerda ham kompyuter bor, ko'rsatadi mana. Misol, o'rtada muammo bo'lib qolsa, o'rtada ustunga bo'lib qolsa, demak, ichkaridagi operator ham biladi. Bu yerda nimadir muammo borligini. Shunga qarab ana bo'ladi. Keyin kimdir muammolar uchun hal qiladi. Yo ish boshqaruvchi hal qiladimi? Ish boshqaruvchi hal qiladi. Nachalnik sex ham alohida ish boshqaruvchi. Endi kimga bog'liqligiga bog'liq. Masalan, ba'zi muammolar nachalnik sexga bog'liq bo'ladi, ba'zi muammo aqlidagi menejerga bog'liq bo'ladi-da. Deylik, masalan, bitta mahsulot nakladni yozilgan, deylik u qayerdir bir oy chiqib qoldi. To'g'ri. U shu yerdan hal bo'lishi mumkin. Agar bizda omborda yo'q bo'lsa, uni menejer hal qiladi. Boshqadan olib kelib bo'lsa ham qilib berish kerak bu narsani. Demak, material yo'q bo'lib qolishi mumkin yoki noto'g'ri kesilib qolishi mumkin, misol uchun. Shunaqa, ha. Hamma muammolar hal qilinadi. Ha, shunaqa. Bu yoqda mana aralarimiz o'sha eng ko'p tarqalgan F45. Bu arra sizga qanchaga tushgan? Bizga bu 25 ming dollarga tushgan. Shu yillarni ishlatyapmiz buni. Juda yaxshi. Undan keyingi stanogimiz bu ham F45 arra. Endi bu o'sha mebel sanoatida eng ko'p tarqalgan haqiqiy Germaniyada yig'ilgan arra bo'lgani uchun biz asosan sifatga katta e'tibor qaratamiz. shunaqa. Shuning uchun bulardan olganmiz. Endi borgan sari endi hamma Pilni sentrga o'tib ketdi. To'g'ri. Pilni sentrda ish nisbatan sifatliroq chiqadi, qolganlarga nisbatan. Ha, endi uni ham o'zining vazifasi bor. Bunda mana 2 xil 3 xil qilib kesishga so'nggi vaqtlarda hamma manaqaga e'tibor qaratyapti, bilgan avtomatizatsiyaga. Ha. Chunki chet ellarda mebel kompaniyalarida ko'proq ayollar ishlaydi-da. Men ko'rganman, Turkiyada ham, Xitoyda ham ayollar juda ko'p ishlaydi. Uning uchun ularga o'sha ko'tarishga qulay bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak. Endi biz ayollar ishlamasa ham baribir xodimlarga qulaylik yaratish maqsadida mana buni oldim. Men ham misol 2,5 ming dollar turadi mana podyomnik ham. Bu ancha yengillik tug'diradi. Yengil turadi. Masalan, yerdan ingnish olgandan ko'ra ingnishmasdan buni bu yoqqa o'tkazsa qulayroq-da. Har tomonlama. Demak, xodimga ancha oson bo'ladi. Ha, endi maksimalni borgan sari xodimlarga yengillik qilish niyat. Inshaalloh. Xudo xolasa. Aka, bundan tashqari adashmasam bu stanoklarni o'rnatishdan yoki bu qurilmani bu yangilik yaratishdan maqsad ishni ham sifatosh. Chunki birorta bir odam bu yoqdan bu yoqqa qo'lga olgani sari baribir material yirishi mumkin, birorta albatta. Bu har tomonlama mana o'sha kaizen deydi-ku, ketma-ketliklarni to'g'rilash maqsad. Ilgari bitta u tomonda, bitta bu tomonda bo'lardi, to'shib keladi, boshqa bo'ladi. Hozir mana ko'rsatamiz. Biz mana bir oy ichida ralganga o'tkazmoqchimiz. Ya'ni unda umuman mana aravalar ham ishlamaydi. Hamma birdaniga o'qib ketadi. Haligi ketma-ketlik to'g'ri bo'ladi shunda. Tushunadi. Demak, ish sifati juda ham yuqori bo'lib ketadi endi. Istiqbolli bo'ladi. Endi hozir biz mana borgan sari mana F45 kamayib, bunga talab ortib ketdi. To'g'ri, to'g'ri. Bundan xudo xolasa yana o'lish niyat bor. Albatta, xudo xolasa. Demak, detallar qancha ko'p joyini siljitgan sari ko'proq detal urinishni boshlaydi. Shunaqa. Bu kromishni stanogimiz. S300. Bu stanok sizga qanchaga tushgan ekan? Bu bizga o'sha 100 mingdan oshiqroqqa tushgandi. Bunga 3 yil bo'ldi bunga olganimizda.
O'zini xizmatini yaxshi o'tayapti. Xizmatini yaxshi o'tyapti. Ko'z tegmasin, endi Germaniya stanoklarda baribir boshqacha. Bularda sifat ancha yaxshi. Shunaqa. Endi bu yoqda bu stanogimiz bor. Bu ko'p funksiyali stanok. Ha. Uzunligi ham 11 metr. Ancha katta Og'irligi ekan. 7 tonna. O'zbekistonda yagona desak ham bo'ladi buni. Ya'ni funksiya jihatdan. Shunga o'xshash stanoklar bor, lekin bunchalik funksiyasi ko'p yo'q. Qanaqa Bu- funksiyalari bor buni? Bu masalan mana bunaqa bez ruchka fasadlarni ochib beradigan stanok bu. Bitta stanok ham bez ruchkani ochadi, ham 45 gradusda ochadi, ham tekis ochadi. Demak, tushunishim bo'yicha frezasi o'zini ham buni shunda? Hamma narsasi o'zida bu. Hamma narsasi o'zida. Hamma narsasi o'zida. Juda ajoyib stanok. Zo'r ekan haqiqatdan. Bu stanok narxini qancha dedik? Bu stanok 70 ming dollar. 70 ming. Bu Buni firmasi o'sha Andijonda ham ko'p klientlarimiz bor bizda. Samarqandda, Toshkentda mijozlarimiz bor. Vaqt bilan bizga razmer berishadi. Ha. Biz o'zimiz uni kesib, chetlarini kromka qilib, o'sha bir tomonini aynan ruchka ochib turib qilib beramiz. Mana shu ham menimcha shunga kelgan. Qarang mana. Bu taraf kromka qilinmagan. Ha. Katta ehtimol bilan bunga ham shu ruchka ochilsa kerak. Endi bu yoqda persatishni stanogimiz. Hop. Bu ham mebelchilikning juda rivojlanishiga hissa qo'shgan stanoklardan biri. Albatta. Bu ham hozir bazis bilan birga chambarchas bog'lanib turadigan stanok. Albatta. Bu siz bazis busiz, bu bo'lmasa bazisni deyarli keragi ham yo'q menimcha. Shunaqa. Ha, bu stanok sizga qanchaga tushgan? Bu bizga 70 ming dollarga tushgan. Ha, bu ham Germaniyaniki ekan. Bu ham Germaniyaniki, ha. Bunga 2 yil bo'ldi. Yaxshi. Bu asosan o'sha tishlarni tishib beradi. Endi buni ham o'zingiz aytib o'tdingiz, demak bu stanok o'zi ishlashi zo'r, lekin ozgina razmeri kichikroq detal olganim uchun hozirgi vaqtda ozmuncha qiyinchilik tug'diradi. Shunaqa endi kattasidan ham qo'ymoqchimiz, lekin bu bir xil detalga ob'yomga zo'r, aniqligi juda ham kuchli. Endi baribir buni ham vazifasi bor, unagi Xitoyning ham vazifasi bor ekanda. Albatta, to'g'ri. Unga ham talab ortib boryapti endi. Sekin-sekin. Bu yoqda endi biz tayyor mahsulotlar turadi. Yaqinda manaqa shtabler oldik, avtokar oldik. Bu ham o'sha xodimlarning ishini yengillashtirish asosiy maqsad. Ishlarni yengillashtirish uchun. Demak, nimaiki qulaylik bo'lsa, faqat xodimlar uchun bo'lyapti. Albatta, endi xodimlarimiz o'zimiz, ukalarimiz hammasi. Bu tomonda bizda tayyor mebellar, yumshoq mebellar. Buni ham o'zimiz brendimiz olsa ishlab chiqaramiz. Hamda hozir bizga eng anaqa fokusimiz berayotgan narsa bu bolalar mebeli hisoblanadi. O'zbekistonda menimcha aytsam bo'ladi bu narsani. Bolalar mebelida katta og'riq bor. Mebel ko'p, lekin uni texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqaradigan odam kam. Biz shunga qaror qildik. Ya'ni bolalar uchun xavfsiz mebel. Ya'ni mana ko'rgan bo'lsangiz, birorta ham bunda o'tkir qirrali yo'q. O'tkir qirrali yo'q. Shuni hisobiga xavfsiz hamda buni ishlatilayotgan o'sha materiallar, MDFlar Egerdan, ya'ni o'sha sertifikati bor. Hamda ustidagi laklari ham maxsus lak. Suv asosli o'sha sertifikat bor, laklardan foydalanganmiz. Umuman Ispaniya brendi. ha, inson salomatligiga zararli Inson sog'lig'iga zarari yo'q. Buni misol bolalar mebel oddiy mebel emasda, buni hidi bo'lmaslik kerak. Hidi bo'lmaslik kerak. Hamda buni masalan bolalar o'z mana shu ijodning qismini tishlab turib, kraskani yutib olsa ham buni zarari yo'q. Tushunarli. Hamda bizda bolalarda ko'pincha bilasizmi, ko'pchilik bolalar mebelni olgani qiziqadi. Ya'ni bir pasda katta bo'ladi deydi-da, To'g'ri. olmaydi. Biz bunga yechim sifatida mana bu kravatni ishlab chiqardik. Bu masalan mana shu detskiy kravat. Buni lekin kattalayotsa ham bo'ladi. Buni bemalol mana Ha, buni razmerda kattalashtirasiz, razmeri o'zgaradi. Bemalol kattalashtirib, mana 3 xil razmerda bu sozlanadi mana. Ha, demak, bu ham cho'ziladi. Ha, bu ham cho'ziladi mana. Bu ham cho'ziladi va bemalol buni mana matrasi ham 3 xil buni mana. Bu tarafda ko'rsatib qo'yganmiz. Yig'ib bemalol Ishlatsa bo'ladi. katta kichik qilish mumkin buni. Zo'r yechilmagan ekan.
3 xil Haqiqatan. razmerda katta kichik bo'ladi. Haqiqatan juda ham foydali yechim bo'libdi. Biza buni ekologik, ya'ni ekologik tozalikka juda ham katta e'tibor berganmiz. Mana qarang, mana narsalar yog'ochdan ishlangan. Ichkarilar faneradan qilganmiz. Yaxshi nemetskiy furnitura ishlatganmiz, Xettik brendida. O'zi ushlab Hamda esa hamma yog'i bolt gayga buni borku. Maqsad odamlar bir marta shu mebelni olsin, shu bilan bir umr keyingi avlodlarga foydalansin. O'zi bu narsani ushlab ko'rganda ham albatta qo'lga ham bilinyapti. Buni sifati qanaqadir bir tabiiy bir yoqimli. Shunaqa. Shunga katta e'tibor qaratamiz. Haqiqatan Hamma yog'i mana bolt gayga yiqilgan bu. Ancha mustahkam bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Bu stol stullarchi? Bu stol stullar Xitoyniki. Buni Xitoydan o'zib olib kelasizlarmi? Buni o'zimiz import qilish boshladi yaqindan boshlab. Import qilib o'zimiz. Xo'p, sizda bu mebellarni eksporti ham bo'ladimi? Xudo xohlasa shu bolalar mebelini eksport qilmoqchimiz. Boshdan bosh maqsad ham eksport qilish, ham o'zimizga, ya'ni haliga gap borku, ya'ni o'zimiz bolalarimizga ravo ko'rgan narsani mijozlarimizni ham o'zimiz farzandimizga o'xshab, o'zimizga nimani ravo ko'rsa, ular ham shuni ravo qilamiz. To'g'ri, endi buni talablari yuqori bolalar mebelini, lekin shunga nisbatan narxi qimmat bo'lib ketyapti. To'g'ri. Endi siz materialni eng anaqasini ishlatsangiz, yaxshisini, xomashyoni, furniturani lak ishlatganingizdan keyin tabiiyki narx juda ham arzon chiqmaydi-da. To'g'ri. Arzonni qilayotgan odam ko'p. Lekin biz maqsadimiz sifatli qilish. Albatta o'zi sifat bilan narx hech qachon yomon yurmaydi. Shunaqa. Sifat bor joyda narx albatta qimmat bo'ladi. Albatta endi biz buni takomillashtirib, ko'p chiqarib, narxini ham optimallashtirishga harakat qilyapmiz. Chunki hamma ham qimmat narsani ola olmaydi-da. To'g'ri. Baribir bizning xalqimiz o'rta daromadli odamlar ko'p. Shunga harakat qilyapmiz. Shunaqa. Xo'p, sizdagi mebellar ancha keyin funksionalli mebellar ko'p ekan-a? Ko'p funksionalli. Funksional mebel ko'p. Bitta вообще funksional bor, hozir uni ko'rsatamiz. Bu yoqda mana yotoqxona mebellari. Bularni hammasi o'zingizlardan mahsulotlar. Yo'q, bular o'zimizniki emas hammasi. Bir qismi o'zimizniki, bir qismini Toshkentdan olganmiz. Ishlab chiqarish, sotish. Endi ishlab chiqarishda ham hamma narsani odam o'zi qila olmaydi. Bu hamma narsani o'zim qilaman desa, fokus bo'linib ketadi. Qaysi fokus berish kerak? Endi bu yer showroom bo'lgani uchun boshqalardan mahsulotdan foydalanganmiz, lekin o'sha sifatiga va narxiga qarab o'rtacha sifatiga narxiga arziydigan sifatdagi narsalarni qo'yganmiz. Demak, showroomdan maqsad har qanday bir keladigan mijozni talabini qondirish. Albatta, endi talabini qondirish. Hammasini o'zi hech kim dunyoda hech kim ishlab chiqara olmaydi hamma narsani o'zi. Qaysidir yo'nalishda fokus berish kerak bo'ladi. Xuddi shuni singari. Demak, qaysidir bir yo'nalishda asosiy mutaxassis bo'lish kerak. Shunaqa. Bizda mana ko'p funksiyali, mana bu ham Instagramda ko'p anaqa bo'lgan, mashhur bo'lgan. Mana bolalar kravatda. O'zi mana ikki etajli kravat bo'lib turibdi. Buni mana maxsus anaqasi bor, mexanizm bor. Buni shuni ko'tarsangiz, anaqa aylanadi. Bolalar partiyasiga aylanadi. Bemalol. Ancha qulay. Mana yerda qo'shimcha tortmalar bor. Demak, mijoz kelganda sizdan bitta mebel sotib olganda, o'zi aslida bitta mebel sotib olmaydi. Bu transformer mebelda. Masalan, ustiga chiqib sakrasangiz ham ko'taradi bu. Juda ham baquvvat. Bu MDFdan bo'lganmi yoki laminatdan? Bu ma'lum qismi MDFdan, ma'lum qismi LDSPdan bo'lgan. Tushunarli. Haqiqatan juda ham zo'r yechim bo'libdi. Shu mediada shu ko'p ko'rilgan mashina mahsulotlarimiz. Demak, ayrim mebelchilar, даже juda ko'p mebelchilar desak ham bo'ladi. Sizdan o'rnak olsa bo'lar ekan. Endi hozir qaysi bir narsada bir ajralib chiqmasa, odamlar o'sha bir xil narsadan juda ham zerikdi bor-ku. To'g'ri. Bir xil narsa hammaning joniga tegdi. Demak, nimadir yangilik qilish kerak. Mana bu o'sha mana bu yechimlardan foydalanganmiz. Boya ko'rsatdik-ku mana. Tortmadan. Chunki hozir butun dunyoda minimalizm ruhi keldi-da.
Shunaqa. Minimalizm degani ortiqcha narsani olib tashlash degani. Biz mana mana shunday ruchka olib tashalgan. Ko'rinishdan ortiqcha bezaklarsiz, chiroyli Ha, odamda. minimal narsada o'sha ehtiyojni qondirish kerak-da minimalizm stilida. O'zi odamlar bilayotgan bo'lsangiz, yana sekin-sekin shunaqa bir bezaklardan yana qochyapti. Shunaqa. Ulardan qochyapti. Butun dunyoda o'sha minimalizm trend bo'lib turibdi. Bu yer bizning ofisimiz. Shu yerdan turib ishdan boshlab qarab turamiz. Demak, hamma ishni shu yerdan bemalol nazorat qilasiz. Ha, shu yerda mana butun korxonaning kameralar ham ulangan. Boya aytganimda bu tarafda o'sha monitor ham ulangan. Zakazini shu yerdan boshqaramiz. Qani. Demak, birorta bir mijoz bemalol o'ylanmasa ham bo'lar ekan. Demak, mana shu Savlat Mebelga kelgan birorta bir ish hech qachon boshqa nazoratdan chetda qolmaydi. Endi men buni 100% nazorat tizim shunaqa ishlashi kerakki, kimdir emas. Ya'ni hamma o'zini o'zi nazorat qilishi kerak. Men to'g'risi safarda bo'laman ko'proq, men ya'ni har kun bu yerga kelib nazorat qila olmayman buni. Lekin yordamchilar o'sha maxsus biriktirilgan odamlar bor. Nazorat qiladi. Lekin har bitta ish mana shunga kiritish majburiy. Ya'ni sotib olsa iloji yo'q, bunga kiritish majburiyda. Ya'ni e'tibordan chetda qolib ketib qolmaydi. Masalan, bu yerda o'sha bajarish muddatlari, nima ishligi, kim ishligi hammasi bo'lganiga, lekin o'sha sotmoqchi har bitta mijoz yozilgan mahalda bu faqat ish boshlansa emas, anaqasi ham borda, aksiverkasi ham ko'rinib turadi. Ya'ni gruppa ochilgan, gruppada men borman, menejerlar bor, mijoz bor. O'sha gruppaga avtomatik anaqa keladi. O'zimiz ko'rsatay. Shunisi kerak. Mana misol uchun mana hisobot degan gruppa bor mana. Mana shu yerga mana misol uchun mana shu bugun mana hujjat raqami mana arra mazmun bajarishga mana arra kesildi mana shu mijozi mana Nuriddin aka mijozi anaqa ko'chirildi. To'lov qilgan mahalda ham nakladni ham bunga avtomatik tushadi. Ya'ni faqat o'sha ish emas, hisob kitoblar ham avtomatik yuradi-da. Bu kelajakda masalan noqulaylikni oldini oladi. Masalan, kimdir bitta shogirdiga yo boshqasiga deylik bir 5 million, 3 million pul berib yubordi. U bizga deylik 3 million emas, 2 million pul to'lov qildi. Avtomatik bunga mana tushadi narsa. Shundan bilib olish kerak. Xohlagan mahalda bu mijoz bizdan qancha qarzi borligini ham mana ko'rib bilib olsa bo'ladi bundan. Botimizdan kirib qancha qarzi bor yoki bizning mahsulotimizda nima mahsulotlar bor hozirlar ichida, buni ham hammasini kirib ko'rsa bo'ladi. Tushunarli. Bu juda qulaylik narsa, qulaylik yaratadi. Shu botga kirib hamma narasini bilsa bo'ladi. Shu programma ustida qancha vaqt ishladinglar? Shu darajaga kelguncha? Bu 9 yil bo'ldi hozir. 9 yildan beri takomillashtirib kelyapmiz buni ustida. Tushunarli. Xo'p, shu programmani mana mijozlar uchun bo'lsam aytsak ham bo'ladimi qanaqa programmaligini? Shu ADNS programmasi. Faqat o'sha ADNS Legoga o'xshagan narsa bo'ladi. Buni har kim o'zi uchun xohlagandagi qilib yig'ib oladi-da. Bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Tushunarli. Bu korxonani xuddi shu holatda tizimlashtirishingiz uchun sizga qancha daromad ketgan? Tizimlashtirishni o'ziga. Endi tizimlashtirish o'ziga deydigan bo'lsa, u qaysi tomondan qarashga bog'liq. Masalan, bular tizimlar bir-birini to'ldirib turadi-da, masalan. Mana Bazis, GitLablarga ham o'zi misol endi olib oladigan bo'lsa, o'sha Bazis, GitLablarni ham dasturni sotib olganmiz-ku. Masalan, ular bo'lmasa ham bu tizim ishlamaydi. Bu bo'lmasa u ishlamaydi-da. Общий bir 40 ming dollarcha ketgan anaqasiga. Programmaning o'ziga. Programmaning o'ziga. Tushunarli. Demak, sizga kelgan mijoz birinchi shu Bazisda chizdiradi yoki bo'lmasam GitLabda operator oldiga keladi. Shunaqa. Undan keyin ish Bazisda chizdiradi. Bazisda chizdirgandan keyin smetazini Bazisda chiqarib beradi. Demak, siz mana shu zakazingiz uchun deylik 10 ta list kerak, 3 ta hedef kerak, furniturani chiqarib beradi. Keyin kelib boshqa operatorimiz oldiga kelib, misol uchun menga mana bu 10 ta list kerak, deylik, Egger Dub Sanoma misol uchun yoki Dub Avstriya qanaqadir. Bormi? Ha, bor. Unga qarab nakladni yozadi. Nakladni yozgan mahalda o'sha nakladni yozish o'zi bilan biz reyestrga kiradi u narsa. Mana shu mijozdan zakaz olindi, mahsulot mana shu, bunda mana ishlarni qilish kerak deb turib, sizlar nakladni kirib ketgan mahalda mana shu ekranda paydo bo'ladi sirazu. Bunga mijoz ekranga qarab turib, ha,
Meni ishim mana bundakkina ekan. Lekin mana kuni bo'larkanda turib, unga avtomatik ma'lumotlar berish boshlaydi. Deyli mana bugun zakaz oldi, ertaga ertalab uni kessa, sizni o'sha 10 ta displeyingiz arra oldiga zakodobga qilib kelindi. Keyin mana kesildi. Keyin kromka qilindi. Keyin teshildi. Agar upakovka yo rover bo'lsa, rover ham qilindi. Demak, mahsulotingiz tayyor. Olib ketishingiz mumkin deb turib, unga anaqa boradi. Har bir xizmatdan, har bir harakatdan xabardor bo'lib turadi. Undan tashqari bu faqat u mijozga emas, xodimlarga ham. Masalan, o'sha kesgan mahalda keskani uchun unga ish haqi yoziladi. Zakodobga qilgan mahalda zakodobga qilgani uchun ish haqi yoziladi. Kromka qilgan mahalda kromka qilgani uchun o'sha apparat sistemada ishlatganligi uchun kromka yopishtiriladi. Teshgani uchun teshgani uchun unga ish haqi yoziladi. Kechqurun kelgan mahalda hammani bugun kim nechta ishladi, kim qancha kromka yopishtirdi, qancha nechta list kesdi, hamma hisoboti avtomatik menga anaqa u ham bot orqali keladi menga. Mana alohida yana bitta bot bor. Bu mana bot orqali menga har kuni anaqa keladi. Mana har kuni soat 8 da qancha pul kirim bo'ldi, qancha chiqim bo'ldi, kassada qancha pul qoldi, yoki kimga pul chiqim bo'ldi. Eng o'sha o'zim xohlagan ma'lumotlar, kim qancha ishladi, nechta list kesildi, hammasini menga avtomatik jo'natadi. Men dunyoni qayerda bo'lsam, mana chisla har kun menga mahsulot keladi. Hamma hisobot har kuni qo'lida bo'ladi. Har kun hamma hisobot qo'limda bo'ladi. Tushunarli. Mana bayis haqida gapirib o'tdingiz. Hozirgacha endi juda ko'p insonlar menimcha bayis dasturga o'tyapti, lekin haligacha men bayisda qilsam dangasa bo'lib qolmagan degan fikrlar bor. Shunga bayisda ishlash qay darajada muhim, shuni bir tushuntirib o'tsangiz. Endi bizda faqat bayis emas, biz yaqinda Xitoyda ko'rdik. Masalan, juda ko'p programmalar bor, Germaniyada bor, boshqa bor. Endi masalan, o'zi texnologiyani vazifasi insonni ishini yengillashtirish. Dangasa bo'lib qolaman degan gapni nimasidan eshitdim masalan, dangasa. Misol uchun, oldin 8 soatda qiladigan ishini hozir 3 soatda qilish kerak, 3 barobar ko'p ish qilish kerak. To'g'ri. Masalan, oldin bitta ishni 8 soatda qilayotganda, hozir 2 soatda qilish kerak, uni kitob o'qish kerak, ilm olish kerak. To'g'ri. Yoki sayohat qilish kerak. Yo bo'lmasam 8 soat qilayotgan bo'lsa, bitta zakazni 8 soat qilayotganda, hozir 2 soat qilibdi. 2 soat 4 ta zakaz qilish kerak. Bitta zakazdan 3 million foyda qilmasdan, 4 zakazdan 2 milliondan, misol uchun 8 million foyda qilish kerak. Butun dunyo shunga qarab ketdi. Shunaqa. Yaqinda men Xitoyga borib keldim, o'sha yerdagi narx ko'rsangiz aqlingizga sig'maydi. Biz bitta mebel ishlab chiqarishga ish haqi beradigan ish haqqini o'zini beradigan mebelga ular butun turli mebelni beradi. Nima hisobiga? Ob'yemi hisobiga, avtomatlashtirish hisobiga. Biz u 50 odamlar qiladigan ishimizni ular 4 kishi bilan qiladi. Hammasi texnologiyani. Hammasi texnologiyani nimasi? Biz qachongacha uni dangasa bo'lib qolamiz deb yuraversa, o'zi dangasimiz o'zi shunaqa. Texnologiyasi iloji yo'q. Bir vaqtlar mana shu telefonni ishini nechta narsa qiladi masalan. Alohida video kamerada kameraga olinardi. Kalkulyatorda hisoblanardi. Hadi bir rasmlar chiqib qoladi-ku. 10 ta narsa bir tarafda turibdi, bir tarafda telefon turibdi. O'sha 10 ta ishini bitta telefon qiladi. To'g'ri. O'sha sun'iy intellekt kerak bo'lsa yaqinda ba'zi ishni olib qo'yishi mumkin. Mana o'zi biz ba'zi bir ishlarni sun'iy intellektda qilibdi. Mana renderni sun'iy intellektda qilibdi. To'g'ri. Sizlar foydalanayotgandirsizlar balki. Hattoki mebel chizmalarni ham biz bayisda qilamiz deydi-ku. Qarang mana. Mana siz real kes ko'rsataman sizga. Mana dizayn mana anaqa qilsam, detskini qilsam mana bunaqa qilib berdi mana. Bayisni bunaqa qilib berdi mana chizmalarni. Kerak emas bizga bu narsa ko'p. Tushundingizmi? Biz buni bunchalik qila olmaymiz. Va endi sun'iy intellekt qilib berdi mana qarang. Mana. Bizga o'sha narsani hammasini bitta list qilib, yig'ishga oson qilib, mana shuni sun'iy intellekt qilib berdi. Demak, birinchi ko'rsatganingiz bu Bayzidagi supporting. U endi anaqasi ko'p. Balki uni ham sozlash mumkindir. Men shuni bitta listga qilib beraylik desam, ular sig'dira olmaydi, bor-ku. Detal alohida ko'rsatdi, mana alohida ko'rsatdi. Ya'ni men xohlagan narsani qilib berishga qiynaldi. Balki ular sal anaqa qilgandir. Tajribasizlik qilgandir. Lekin sun'iy intellektga yozsak, buni bittada xuddi как o'ylagandan qilib berdi-da. Tushunarli.
O'zi pash shunga yaqinlashib qoldi. Unaqa qilish shart emas. Hozir muammo o'sha uskunalarda. Agar uskunalar ham bir-birini tushunadigan bo'lib qolsa, rasmga olib mana shu narsani qilib ber detallaysangiz, yaqin o'rtada qilib ketadi bu narsani. O'z avtomatiga qilib ketadi. Qilib ketadi. Tushunarli. Demak, hamma narsa sun'iy intellektga bog'lanib ketadi, mahsul. Sun'iy intellektga bog'lanadi, iloji yo'q. Kim sun'iy intellektni yaxshi tushunsa, shuni ishi yaxshi bo'ladi. Uje mana odamlar o'zi Google'dan qidirmasdan sun'iy intellektdan maslahatlashib bo'ladi. Bundan bag'i nima qilsam sun'iy intellekt meni mahsulotimni ko'proq reklama qiladi, tavsiya qiladi degan ustida bosh qotirish kerak. Buning uchun sun'iy intellekt algoritmini o'rganish kerak bo'ladi. To'g'ri. Yana hozir men sizga aytgan gap bu biza Andijonda ayrim bir ustalardan eshitgan gaplarimizda ular qanaqadir ba'zida haligacha to'g'ri yo'lda foydalanishni xohlashmayaptimi yoki bu narsani to'g'ri deb bilishmayaptimi? Endi ular ham o'zining haqiqati bor. Bizda ham mana boshlaganimizda mana biz men Namanganda boshqa brendda 2015-yil PVH kromkani olib kelganimizda stanogini Xitoy odamlar ustimizdan kulgan. Buni undan hamma dazmolda qilardi. Dazmolda qilardi. Buni shuncha qimmat narsani kim qildiradi deb. Keyin o'sha ustimizdan kulgan odamlar bizda o'chirib turib qildiradigan bo'ldi. Biz yangi boshlaganimizda Andijonda ham yo'qdi. Andijonda hozir ham mijozlarimiz bo'lganmiz o'shanday. Kuxna qiladiganlar, boshqa qiladiganlar kelib bizda qildirib ketgan Namanganga. O'sha vaqtlarda. O'sha 2015-yillarda. Balki qayerda ishlab chiqarish tenderlarda bo'lgan, lekin xizmat ko'rsatish sohasida bo'lmaganda. Uslubida bo'lmagan. Uslubida bo'lmagan kromka qilish. Hozir mana odamlar o'zi duq pilnida emas, pilni sentrda kestirishni boshladi. To'g'ri. Bu qolgan odam qolib ketadi, o'yindan chiqib ketadi. To'g'ri. Chunki hozir zamon juda ham tez rivojlanib ketyapti. Texnologiya o'sgan sari, borgan sari rivojlanish katta bo'ladi. Shunaqa. Mana bu sizni ishlab chiqarishingizda eksportga chiqarmoqchimiz dedingiz. Detskiy mebel bo'yicha. Shu qayerlarga chiqarishda maqsad qilib qo'ydingiz hozircha? Endi asosan qo'shni mamlakatlar. Men Qirg'izistonga bordim, Bishkekka bordim. Juda import ulushi katta. Qirg'iziston, Qozog'iston, adashmasam yaqin Tojikiston, Turkmaniston. Qo'shni davlatlarda ham shunaqa mebel ko'rgazmalar bo'lyapti. Bo'lyapti, shunaqa. Juda ko'pchilik mebellarni olib chiqishyapti. Biz endi yangi boshladik, hali 1-2 xil mahsulotlarimiz chiqdi xolos. Shuni ustida ishlayapmiz. Endi men xolis inson sifatida, men hozir sizni shu mebelingizni birinchi marta ko'rdim. Oldin men bu yerga kelmaganman ham. Xolis inson sifatida shuni ayta olamanki, mebel haqiqatdan sifati yuqori bo'libdi. Rahmat. Chunki men o'zim ushlab ko'rib buni ta'sirini bildim. Qanaqa bir mebel sifatli bo'lganini. Bu xolis gap. To'g'risi rostdan men birinchi marta kelyapman. Oybek aka bilan ham internetlarda, Instagramlarda ko'rganmiz. Men hayotda endi mana bugun birinchi marta ko'rishib turibmiz. Bu narsa hech qanaqa bir yolg'on yo'q. Haqiqatdan mebel bor. Sog' bo'ling. Menimcha sotib olishga ham arziydi. Endi narxini qanchaligini to'g'risi bilmadik. Har raqamni qo'yib qo'ysangiz, ma'lumot beramiz. Men endi kimni qiziqib qolsa. Qidirib yurgan odamlar ko'p. Men o'ylashim bo'yicha mahsulot ko'p, lekin o'sha haqiqiy sifatli va o'sha talabga javob beradigan ekan. So'nggi vaqtlarda mana ekologiya yomon ketdi. Bolalarning sog'lig'iga men o'zim pulmonologlar bilan gaplashdim. Doktorlar bilan gaplashdim. Bolalar o'rtasida allergik kasallik ko'payib ketib qolgan bor. To'g'ri ko'p. Chunki hammasi chiroyli qilib qo'ydi, lekin eng arzonlarini sepib ko'rishdi-da. Eng arzon rastorda ishlab ko'rishdi. Mumkin emas. Odamning sog'lig'iga qarash kerak bundan bag'riga. Mana Yevropada kimni sotib olsa, anaqa sog'lig'imga zarar yo'qmi degan savol bo'ladi-da. Bizda chiroylimi, yarashdimi degan savol bo'ladi ko'pincha. Biz ham sekin o'zgartirishimiz kerak qarashlarni. Odamlarda tushunchasi shunaqa, faqat tashqi ko'rinishga e'tibor berish kerak. Tashqi ko'rinishga. Aslida eng ulug' ne'mat bu sog'lik ne'mati bor-ku. Bir joyingiz og'rib tursa hech nima ko'zga ko'rinmaydi. Chiroy ham boshqasi ham ko'zga ko'rinmaydi. Shunaqa. Hozirgi vaqtda eng muhimi shu, ayniqsa ota-onalar uchun va yosh bolalar uchun shu sifatli mahsulotlar ishlash juda ham foydali. Sifatli mahsulot, uni qiralari bo'lmasligi, yiqilib tushsa ham, boshqa qilsa ham, mabodo tishlab, bolalar bilmaydi-ku narsani. Tishlab kraskasini yutib olsa ham, maxsus o'sha anaqalar bor ekanda. Biz bu bilan jiddiy shug'ullanyapmiz, jiddiy o'rganyapmiz bu sohasini. Oybek aka, mana yangi mebel ishini boshlayotgan yoki yangi uslubga boshlamoqchi bo'lgan yangi mebelchilarga qanaqa maslahatlar berasiz? Endi savolingizni avval aniqlashtirish kerak-da. Yangi mebelchilik boshlash boshqa narsa. Yangi uslubni boshlash boshqa narsa-da.
Masalan, yangi mebelchilikni pulsizdan boshlasa bo'ladi. Chunki hozir hamma narsaning imkoniyati ko'p. O'sha uslugachilarga borib, qildirib qurish kerak bo'ladi. O'zi asli uni ham tavsiya qilmayman. Avval shogird bo'lib hech bo'lmasa 1-2 yil ishni o'rganish kerakda. Har bir narsaning o'zining ilmi borda. Albatta, to'g'ri. Uni ilmini bilmagan odam baribir adashadi. Shogird bo'lib ishni o'rganish kerak birinchi o'rinda. Hech bo'lmasa 1-2 yil. Keyin o'zi boshlasa bo'ladi. Tashqaridan osonga o'xshaydi, lekin ko'p muammolar sababi ham shunda. Tashqaridan bitta ish qarasa osonga o'xshaydi. Tap ham o'shanga boradi, keyin yuradi muammoga kiribdi. Bundan ko'ra, ya'ni bizda odamlar ko'pincha juda ham qisqa muddatli anaqa qiladi-da, oyog'ini tagini ko'zlaydi. Mayli o'zi boshida qiyin bo'lsa ham, kam daromad bo'lsa ham, sal uzoq muddatliroq reja qilish kerak-da. Shuni hisobiga oldin har qanaqasini shogird tutish kerak. Usulga boshlamoqchi bo'lsa ham aslida shu narsa bor-ku. Uni pulsiz qilish juda ham qiyin. Chunki hozir raqobat. Mana qaysi viloyatda bu shunaqangi nazar, endi ko'p tanish bilishlarimiz bor. Ancha rivojlantirib o'rganda, masalan, ishini. O'shalar bilan raqobat qilish kerak-da. Endi siz jangga kirishda, masalan, qarshingizda tank turibdi, siz kamon o'qi bilan jangga kirmaysiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Shuni hisobiga ishni o'rganish kerak birinchi o'rinda. Ishni o'rganib, yaxshi tajriba orttirish kerak. 2 yil, 3 yil, 4 yil tajriba orttirib, o'sha ish yaxshi halol pok bo'lib, keyin investor shiri topib turib kirsa bo'ladi. Menimcha, hozir deyli 1-2 ming dollar pul bilan ham, pul bo'lgan taqdirda ham bunga kirib, agar tajribasi bo'lmasa, qiyin menimcha. Tushunarli, chunki stanoklar ham qimmat. Stanoklar ham qimmat, undan tashqari u stanokni qurib qo'ygan ish bitmaydi. Omboringizda mahsulot bo'lishi kerak, tovar bo'lishi kerak va sizga mijozlarda ham, ta'minotchida ham sizga nisbatan ishonch bo'lishi kerak. Biznesda qancha pul bo'lsa ham yetishmaydi baribir. 1 million dollar pul bilan kirganingiz ham u birpas tugab qoladi. Puldan ham muhim narsa ishonch va tajriba. O'sha ishonch bo'lish uchun tajriba bo'lish kerak. Albatta. Bu odam shu ishni qila oladi degan, shunga agar mahsulotimni bersam, shu mangaligi pulimni yeb ketmasdan qaytarishi mumkin degan ishonch bo'lish kerak-da. Tajribasi ishonch bo'lmaydi. Tajriba bo'lmasa qayda? Ya'ni ko'pchilik ana qiladi-da. Men xodimlarga ham ko'p gapiraman bu narsani. Aytadiki, o'zicha o'ylaydi. Hozir men endi ishchiman, bundoqroq qutsam bo'laveradi. Qachondir o'zim ish boshlasam zo'r qilaman deydi. Kimdadir xodimlikda zo'r qilmagan odam o'zi ish boshlasa ham zo'r qila olmaydi. Siz hozir ishingizni o'sha odam zo'r qilib qo'yaversin, qachondir yillar o'tibmi, 2 yilmi, 5 yil o'tib qilgan mahalda ham shu inson shu joyda ishlaganda ham ishini zo'r qilardi. Demak, o'zi ish boshlaganda ham zo'r qiladi degan bo'lishi mumkin. Degan fikr bo'ladi odamlarda. Agar qaydir ishlatgan mahalda ishini zo'r qila olmaydimi, demak, katta ehtimol bilan o'zi ish qilsa ham zo'r qila olmaydi bu narsa. Demak, birinchi o'rinda o'zini mas'uliyatini, o'zini ishini o'zi mas'uliyatini o'zi ustida ishlab, o'sha oddiy ishchi bo'ladimi, farrosh bo'ladimi, ishini zo'r qilish kerak. Tushunarli. Keyin shundagina keyin yuksala oladi deyman. Sen o'zi baribir ko'za kundan hech kim ko'rmas-ku. Har qanaqa bir bag'ritosh, bir aniq be'tibor narsa ham ishini zo'r qilgan xodimni baribir sezadi. Bir kun bo'lmasa bir kun sezadi-da. Endi uni ana ko'rsatib qo'yish uchun qilish boshqa narsa. Vijdonan tagidan haligi qanaqa boshliq ko'rib tursa ham, ko'rmay tursa ham zo'r qilish u boshqa narsa-da. Qalbaga narsa baribir sezilib qoladi. Demak, xo'ja ko'rsinga ish qilib, xo'ja ko'rsinga ish qilib, ya'ni men shuncha ishladim, bilmadi deyish boshqa narsa-da, to'g'risi. To'g'ri aytasiz. Demak, har qanaqa ishda vijdonan halol pok bo'lib ishlash. Albatta. Shundagina keyin topiladigan pulda baraka ham bo'ladi, rivojlanish ham bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, Oybek aka, mana sizni bugun shexingiz bilan tanishdik, ish faoliyatingiz bilan tanishdik. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizga vaqt ajratganingiz uchun va undan tashqari biz podpисчиklarimiz oz bo'lsa ham bizga bir imkoniyat berib, biz bilan ishlaganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Har doim ishlar o'zidan boshlanadi. Sizlarning kanalingizga o'zingizga muvaffaqiyat tilayman. Alloh to'g'ri adashtirmasin. Kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik.
Mana do'stlar, Namangandagi Savlat mebel korxonasi bilan batafsil tanishishga harakat qildik. Bu yerda o'zimiz qiziqargan savollarga javob oldik degan umiddaman. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang va bundan keyingi videolarimiz qaysi ishlab chiqarish korxonasi bilan yoki qaysi mebel sex bilan bo'lishini kommentariyada yozib keting.